Assalomu alaykum. Sirili tuman axborot kutubxona markazi kitobxonlari. Bugun 5-avgust O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov tavallud topgan kuni. Bugun kutubxonamizda mavjud asarlar to'plamini sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Asarlar to'plamini biri bo'lgan Sirli yulduz qissalar to'plami hisoblanadi. Bu asarda o'tgan asrning 80-yillarida ro'y bergan voqealar tasvirlangan. Ular bugungi avlodga bir qadar erish tuyulishi mumkin, ammo o'sha zamon uchun bular oddiy kundalik turmush tarzi edi. Olisdagi markaz zug'umi ostida kecha-kunduz mehnat qilayotgan o'zbek dehqonining kosasi oqarmas, farzandlarining ilm olishi ham o'lda-jo'lda edi. Shunga qaramay, yosh avlodning ilm olishi uchun jon fido qilishga tayyor ustozlar, bilimga chanqoq yoshlar oz emasdi. Eng muhimi, asarda o'smir yigitcha bilan qizaloqning bahor shamolidek pokiza, shudring tomchisidek shaffof, olis yulduz kabi ilk sevgisi tasvirlangan asar Sirli yulduz qissasini o'qishni tavsiya qilaman.